So'nggi yillarda Markaziy Osiyoni kuzatadigan bo'lsak, juda ham mustahkam do'stlik, hamkorlik aloqalari yanada kengaydi va bu rivojlanish birga bo'lishini, muammolarini birgalikda yechish kerakligini ko'rsatyapti. Albatta, Markaziy Osiyoda 5 ta davlat bo'lsa, 5 ta mamlakat bo'lsa, ulardagi har bir muammo albatta ikkinchisiga ta'sir qiladi va bu borada mamlakat rahbarlarining oqilona siyosati orqali mana shu muammolarga mintaqaviy muammo sifatida qarash va unga birgalikda yechim topish tendensiyasi yil sayin rivojlanib boryapti va bu o'zini ijobiy natijasini ham beryapti. Va Tojikistonda bo'lib o'tgan sammitda ham prezidentimiz yana bir qator ilg'or takliflarni ilgari surdilar. Sababi bugun mintaqa atom energetikasini qayta isloh qilish va uglevodorodlarni ishlab chiqish va ularni izlab topish kabi yo'nalishlarga juda ham muhtoj. Chunki so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda juda ko'plab ishlab chiqarish paydo bo'ldi, tadbirkorlik rivojlandi, qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalarni olib kirish amaliyoti yo'lga qo'yildi va bu o'z navbatida energiyaga bo'lgan ehtiyojni juda ham oshiradi. Prezidentimiz ham sammit doirasida bergan takliflari orasida Moskvaning o'sha muhandislik fizika institutining Toshkent filiali tarkibida mana shu yo'nalishga ixtisoslashgan kadrlar tayyorlashni biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki so'nggi kuzatishlarimiz deputat sifatida hududlarga borganimiz shuni ko'rsatyaptiki, bugun atom energetikasidan foydalanish yoki quyosh batareyalardan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj juda ham yuqori, lekin hali hanuz ularni to'g'ri foydalanadigan bugungi sharoitlar darajasida imkoniyatlarni muqobillashtiradigan mutaxassislar hali ham yetarli emas. Demakki, ularga bu kadrlarni yetarli emas deganimiz bilan yoki chet eldan olib kelganimiz bilan muammomiz hal bo'lmaydi va ularni o'zimizda mavjud resurslardan foydalangan holda tayyorlash mamlakatni ichki siyosat va tashqi siyosat uchun ham juda ham muhim. Va bu tendensiyani Markaziy Osiyo darajasiga olib chiqish mana shu aytib o'tgan muammolarimizga birgalikda yechim topish imkoniyatini beradi. Har doimgidek O'zbekiston tomonidan bildirilgan tashabbuslar juda ham iliq qarshi olindi, chunki bular nafaqat O'zbekistonning iqtisodiyoti, rivojlanishi, moliyaviy yetuklikka erishishi, balki butun Markaziy Osiyoni birgalikda rivojlanishi va muammolarga yechim topishiga qaratilgan.